Söhbət başlanışdan burun Prezident Trump mındaq görsətdi. Cungo köp yıllardan beri bir neçə 100 milyard dollarga erişdi Amerika taraftan. Şu soda adaletsizliği tüpeyle Cungo bir neçə yıllardan beri bir neçə 100 milyard dollarga erişdi Amerika taraftan. Ötken hafta Washington'da stratejiya ve halkara tədqiqat merkezinde Cungo'nun Washington'da turuşluq baş elçisi Sütyenkay Cungo soda Kızıl Raqamıdan aqli mülk huquqi meselesigacha saqlangan meselelerini Cungo hal qilishni xohlaydi deb ifoda bildirdi. Demak, birinchi qatim Sütyenkayning og'zi bilan taslim bo'ldi degan. Bosh elchi Sütyenkay mundaq ko'rsat, biz mundaq hisoblaymiz. Sizlar intayin zo'r qizil raqamga erishdinglar. Biz bo'lsak intayin zo'r eshinti mas'uliyatlarimiz bor. Bu ishlar davomlashib ketaversa bo'lmaydi. Moliya ministri muhim vakillar umigini boshlab berib Beijingda suhbat o'tkazganda Cungo kelgusi 2 yil ichida chora o'ylab topib qizil raqamni 100 milyard dollarga tushirish to'g'risida taklif o'tira qo'ydi. Hozir 300 milyarddan ortiq qizil raqam 400 milyard dollarga yaqin. Buni faqat 100 milyard dollarga tushirishni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati talab qilyapti. Prezident Trump Cungo'ga 150 milyard dollar tamojni beji qo'ydiganligini e'lon qildi. Hozir boj elishni yo'lga qo'yish vaqti to'shib keldi. Ya'ni 6-oyning 1-5-gacha va'da bergan edi. Shundan keyin boj elishni boshlaymiz. Angacha suhbat orqali Amerika bilan Cungo o'rtasidagi savdo masalasi bir taraf bo'lishi kerak. Bu Amerikaliklarning ko'z qarashi edi. Washington'da haftanın 2. günü, yani 5. ayının 15. günü guahlık bir yığını ötküzüldü. Muşinada haber gelmedi. Guahlık bir yığını ötküzüldü. Sadık alakadar, lakin haber gelmedi. Tamojni beji meselesi muhakeme kılındı. Arlık silah degen vatandaşların buna bir guahlık bir yığını ötküzmekçidir. Eğer Prezident Trump halaydıqallı bolsa keler haftadan başlap Cungo'dan import kılıngan tovarlarga tamojni beji koyuyordu. Yani tamojni beji koyuş planını yolga koyuyordu. Yani siyasetini icra kılıyordu. Birinci katımlık sohbette Beijing, Washington 7 yıllık muhlet bilen çekligen Zhongsheng şirketi dilosunu kayıtı tekşirip görüş talebini oturup koydu Beijing taraf. Ve bu buyrukta özgertişini talep kıldı. Bu hareket Washington'un texnik cihet tasavvur kılgısız ta'sir kuchiga ega ekanligini isbotlab berdi. Neymiş bir şey oldu? Endilikti yani bir mavzuya hürmet etendisem geçiremeyene. Onu epleşemeye kaldım. Endilikti yani bir mavzu Twitter'da devlet başkuruş kuchidan kaldı. Twitter degan torbet ko. Torbetda devlet başkuruş kuchidan kaldı. Zhongsheng yana bir qatim krizis o'tkirligi yetib keldi. Mavzular xabar 5. ayning 18. kunida Reuters agentligida tarqatildi. Shu kuni bu xabar Vanvit torbetida e'lon qilindi. Masalan, başlanış bunda xabarning Amerika vaqti payshanba kuni Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasi Cungo'nun Zhongsheng şirketini cezalash to'g'risida o'zgartirilgan lohiyani birdek ma'qulladi. Demak, Prezident Trump Zhongsheng şirketini ozod qilishni, normal faoliyatni asliga keltirishni buyurgan edi Amerika Savdo Ministerligiga. Endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Avam Palatasi nima deydi?
o'zgartirilgan loyihani birdek ma'qulladi. Bu loyiha Zhongxing sherikatidagi embargo yurgizish to'g'risidagi loyiha edi. Qiyin ahvolga tushib qolgan Jungoning bu uchur aloqa savdo sherikatini Prezident Trumpning aqlashlarini rad qildi Avam palatasi. Jungoning bu uchur aloqa uskunalari savdosi sherikatini, savdo tijorat sherikatini Prezident Trumpning aqlashlarini Amerika Qo'shma Shtatlarining Avam palatasi rad qildi. Jungoning bu sherikati Zhongxing sherikati, ya'ni bir qatam kriz o'tkiliga duch keldi. Biz o'tgan kelishimiz deymiz yo'q. Prezident Trump Jungoning uchur aloqa uskunalarini ishlash yoki Android ishlash degandek sherikati Zhongxing sherikatini o'tganda jazolayman dedi. 7 yillik muhlat bilan keyin shu kunlarda uni normal faoliyat qilishga ruxsat qilamiz. Endi qayta asliga keltiramiz dedi shu kunlarda. Endi bugunlarda nima deydi? Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi Prezident Trumpning Zhongxing sherikatini aqlashlarini rad qilamiz. Şuna Zhongxing sherikati yana bir qatam kirjas o'tkiliga yetib keldi. Zhongxing sherikatining umidlari bir haftami davomlashmadi. Ko'ngilli kunlar bu shirkatga bir haftami davomlashmadi. Yana tumanning ichiga kirib qoldi. Bir haftaga yetmagan vaqt ichida Prezident Trump Twitterda fikr qoldirib, savdo ministrligiga chaqiriq qilib, Zhongxing shirkatining normal faoliyatini asliga keltirishni talab qilgan edi. Jamoat fikri Zhongxing shirkati zo'r burilishga yetib keldi deb hisoblagan. Biroq bu qatam Avam palatasi Zhongxing shirkatini embargo qilishning tuzatilgan loyihasi birdak ma'qulladi. Zhongxing yana bir qatam kriz davriga kirib keldi. Demak, hozir prezident qaraganda Amerika Davlat Majlisi siyosatda aktiv ketyapti juma. O'tgan hafta Prezident Trump Twitterda fikr qoldirib, "Men dal hozir Jungo rahbarlari bilan birlikda tirishchanlik ko'rishib, Zhongxing sherikatining normal faoliyatini asliga keltirish ustida izlanyapmiz. Jungoda eng ko'p odamlar ishsiz qoldi. Savdo ministrligi Zhongxing masalasini Amerika Savdo ministrligi Zhongxing masalasini hal qilishga boshlaydi degan. Avam palatasi ma'qullagan o'zgartirilgan loyiha Zhongxing sherikatini embargo qilishni qo'lladi Avam palatasi. Qiyinchilik tushib qolgan bu shirkatning, ya'ni Jungoning uchur aloqa uskunalarini ishlab chiqarilgan Zhongxing sherikatini Prezident Trumpning aqlashlarini Avam palatasi rad qildi. Xabarning mazmuni 5da qo'yildi, jarayonni oxirida qo'yish uchun takrorlanib qoldi. Buning uchun kechiringlar. Bu xabar yozishning usuli ekan Xitoylar uchun. Tuzitilgan loyiha chet el shirkatlarining Amerikada xalqining turmushiga kam bo'lsa bo'lmaydigan uskunalar va torbatlariga singib kirishini cheklaydi. Agar Amerika xalqi bu shirkatning uskunalarini ishlatadigan bo'lsa cheklaydi. Amerika xalqi emas, bu shirkatni cheklaydi. Torbatlari kirgan bo'lsa bu shirkatni cheklaydi. Chunki bu yerdagi gap bu shirkatning qilayotgan etayotganlar Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligiga munosabatli ish bu. Endi xabar qarang vatandoshlar. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Prezident Trump doiralarining Amerikada ishga o'rlashtirish va davlat bexatarligini Jungoning oldiga qo'yishini talab qildi. Avvalgisi Davlat Majlisining Avam palatasi, bu qatimgisi Davlat Majlisining Kengash palatasi. Mavzuli xabar 5-oyning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Demokratlar Partiyasi Kengash palata a'zolari Tom Cooper va Chris Cohnis qatorli kishilar Kengash palata a'zolari xat yozib, Prezident Trumpning ma'muriy doiralarning
xizmat ish puristi va davlat bexatarligini Jungoning oldiga qo'yishni talab qildi. Ya'ni bu deganlik bugungi bexatarlik, xizmat ish puristi Jungo birinchi deganlik emas. Bugun bu xatga 32 nafar davlat majlisi a'zolari imzo qo'ydi. İmza qo'yib xat yo'llash Prezident Trumpning savdo ministerligi ko'rsatma berib, Jongshin shirkatini, Jungoning Jongshin shirkatini embargo qilishni, o'ylanib ko'rishni talab qilishga to'g'ri keldi. Jongshin shirkati Ironga sazgur texnika sotib berib, Amerikaning embargo siyosatiga xiloflik qilgan edi. Kengash palata a'zolari Prezident Trumpga yozgan xatda mundaq ko'rsatdi. Amerikaning embargo qilish siyosati ijro qilish bilan siyosiy savdo qilish yoki Jungo bilan o'zaro siyosiy savdo qilish, Jungoning ish va xizmat puristini ilgari surish, Amerikaning ishchilari hamda butun Amerika xalqining bexatarligi uchun aytganda nihoyat o'sal elib berilgan savdodir. Yani siyasi savdo demek. Amerika işçileri ve Amerika'nın şirketleri aqliy mulk huquqini boshqalarning g'aljirlik bilan o'g'irlashiga duch keldi. Amerikaning yezi egiligi yomon yezi egilik siyosatining ostida qoldi. Amerikaning mulozimat kasbi va sanoat mas'ulotlari bozorga kirmoqchi bo'lsa, xilma-xil cheklashlarga uchradi. Masalan, Jungoda savdogarchilikka berilgan sanoat siyosati Amerika ishchilarini ish puristini badal qilib to'lashga elib keldi. Amerikaning Jungo qaratgan siyosati Jungo birinchi emas. Kechiringlar. Amerikaning Jungo qaratgan siyosati Jungoni